Assalomu alaykum YouTube tomoshabinchilari. Sizlar uchun bugun Qiziriq Jahon mol bozoridan qisqacha tana va sigirlar narxlari bo'ladi. Yo'qsa bitta like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Mana akalar savdo bo'lyapti. Aka necha savdo bo'lyapti? 19 million bo'lyapti. Uchalasi 19 million. Urg'ochi? Urg'ochi buzovlar mana akalarimiz 19. Uni bo'lmaydi aka. Aka qancha bo'lsa beramiz deyapsiz? 20 dan oshyapti. 20 dan oshyapti mana akalarimiz. 19 million. Aka barakasini bersin. Mana yana chiroyligina sigir ekan. Sigirmi, g'unajimmi? Assalomu alaykum. Aka necha pul bo'lyapti? 14 ga yaqinlab qoldi. 13-8. Umagana? Ha, bo'z necha oylik? 3 oylik. 3 oylik bo'z ekan mana. 14 ga yaqinlashdi. Savdasimi? Barakasini bersin aka. Mana akalar yana. Bolali sigir so'raganlar uchun. Aka necha pul savdo bo'lyapti? 13 million so'raydi. 13 million akamiz so'rayapti ekan. Yo'q, yo'q. Akamiz 13 million so'rayotgan ekan. Aka bolasi ko'kkichami, urg'ochmi? Urg'ochi ekan mana. Urg'ochi ekan mana. Aka barakasini bersin. Mana akalar. Uzoq ko'kkichani savdo bo'lyapti. Aka necha pul savdo bo'lyapti ekan? Bolasi unaqa yangi edi. Ona bola ekan mana. Aka necha pul savdo bo'lyapti? 21 million savdomi, bahosimi? So'rayapti hali. Ha, 21 million so'rayapti, bermaymiz. Mana aka bolasi, ko'kkicha, onasi sigir ekan mana. Nechinchi qorin aka onasi? Ikkinchi qorin ekan. Mana aka akalar. Aka barakasini bersin. Juda chiroyli sigir ekan, bolasi ham. Aka necha pul bo'lyapti ekan? Necha pul bo'lyapti ekan? Bir aylan keyin guring beramiz deyapti akalar. Mayli aka barakasini bersin. Aka necha pul bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. 22 qildi. Bu yoq 20 qilyapti. O'zim 25 dedim narxini. Akamiz 25 ekan dedi. Birinchi tug'ish ekan. Bolasi urg'ochmi, erkakmi? Urg'och. Urg'och ekan mana. Bir oylik bo'ldi. 1 oylik ekan. 20 so'rayapti. Akalar 20 so'rayotgan ekan mana. Sigirimiz juda chiroyli. Aka barakasini bersin. Mana akalar. Mana bitta. Shox o'ta uzun ekan. Aka necha pul bo'lyapti? Hali boboni 30 deyapti. 30 million deyapsiz. Nechinchi qorin aka? 6-chi. 6-chi qorin ekan mana akalar. Bolasi urg'ochmi aka? Bolasi urg'och mana. Aka nima zot aka bu? Yo'ldimi? Joydan. Shoxi juda uzun ekan aka. Aka barakasini bersin. Mana akalar, savdo bo'layotgan joyda. Aka necha pul savdo bo'lyapti? Qaysi biri? Mol naryoqda qolib ketdi. Ha, mol naryoqdami? Mol naryoqda ekan, 17 million savdo bo'layotgan ekan. Barakasini bersin. Qaysi mol bo'lsa ham. Aka sigir sizdami? Necha pul bo'lyapti? 18. Savdasimi, bahosimi aka? So'rasi. Savdasi 18 million bo'ladi. Bolasi urg'ochmi, erkakmi? Erkak. Nechinchi qorin? 4-chi bolasi erkak ekan mana. Aka barakasini bersin. Mana yana sigirimiz. Aka necha pul bo'lib qoldi? Buni 12 million so'rayapti. 12 million so'rayapti. Qistirmi, bo'g'ozmi? Noyabr kuni qochgan. Ha, 16 noyabr kuni qochgan, ha. Birinchi qorinmi, ikkinchimi? 3 qoringa. Ha, 3-chi qoringa qochgan ekan mana, lekin mana tutamiz, aylanib ol deb o'rgatishyapti mana. Aka barakasini bersin. Mana akalar sizlar uchun. Juda chiroyli. Shved parodiyami nima? Aka bu necha pul bo'lyapti?
20 milyon ha? 20 milyon deyotgan ekan mana. Sigirimiz. Orqalari, korobkalari. Aka savdosi qancha bo'ldi aka? 17. Aka qanday zot ekan bu? Shved mana. Qaysi savdo bo'lyapti? Aka barakasini bersin. Yana. Chiroyli, ma'ni. Aka necha pul bo'lyapti ekan? Necha pul bo'lyapti ekan aka? Assalomu alaykum. 13,5. 13,5 million savdosi bo'layotgan ekan. Aka bahosi-chi? Bahosi. 15. Bahosi necha qo'yildi? 15 deyapti ekan akalarimiz mana. Aka bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir ekan. Joy. Aka barakasini bersin. Mana akalar. Simental sigirimiz. Qiziriq Jahonmol bozorida. Aka necha pul bo'lyapti ekan? 32 million. Simentalmi aka? Simental mana. Bang. Gapiring işte. Bolasi erkakmi, urg'ochimi? Urg'ochimi bolasi? Bolasi urg'ochi ekan. Necha pul bo'lasiz deb bittanigacha. 30 million deyapti. Akalarimiz savdo qilyapti. Muomala qilib gapiring bo'ldi. 30 million savdosi bo'layotgan ekan. Egasi 40 dan baland deyapti. Mana akalar. Sigirimiz haqiqatdan gigant sigir. Akalarga barakasini bersin. Mana akalar. Mana gigant sigirimiz. Aka necha pul bo'lyapti ekan? 37 million. Bolasi urg'ochimi, erkakmi? Kichik bola. Ho'kkicha. Bolasi ho'kkicha. Sigirimiz ham o'ta gigant. Akalar sutlar oqyapti. Sigirni sutlari oqyapti. Sigir haqiqatdan juda yirik sigir. Aka barakasini bersin. Assalomu alaykum. Mana akalar yana bitta yirik To'majin. Aka necha pul deyapsiz aka? 60 million deyotgan ekan akalarimiz mana. Narigi tomondan odam ko'rinmayapti. Aka parodasi qanaqa? Karpat Shved edi. Mana mol orqalari. Juda yirik haqiqatan. Yirik. Aka barakasini bersin. Savdo bo'lyapti. Aka qaysi bir savdo bo'lyapti? Necha pul bo'lyapti? 16. 16 million savdo bo'layotgan ekan mana aka. Aka tug'ganmi, tug'maganmi? Bir tuqqan ekan mana. 16 ga akamizga beraman. Aka nechi bo'lsa olsin deyapsiz? 17. 17 million bo'lsa olsin deyapti akamiz mana. Juda ajoyib sigir ekan mana. Orqa va yon boshlari bilan chiroyli. Aka barakasini bersin. O'ta jun to'g'ilib ketgandan ekan. Aka necha pul bo'lyapti ekan? 14,5 bo'lyapti. 14,5 million savdosi bo'lyapti. Akamiz 18 million deyotgan ekan, 14,5 million savdosi bo'layotgan ekan mana akalar. Aka qisirmi, bo'g'ozmi? Qisir ha? Necha tuqqan? 3 ta tuqqan ekan mana qisir molimiz. Mol qilaman, sigir qilaman deganlar uchun. Aka barakasini bersin. Akalar. O necha pul bo'lyapti? Necha pul bo'lyapti? 14 so'rayapti. Savdo 14 million so'rayapsiz. 14 million. Aka zot qanaqa? Angus chatishmak. Hibrid. Mana aka. Yo'q, qara. Bochdan
Aka barakasini bersin. Mana yirik sigirimizdan ekan. Akamiz shular oldi. Aka nechul bo'lyapti ekan? 25 million narx qo'yilyapti. 25 million narx qo'yilyapti ekan sigirimiz. Haqiqatan yirik sigir ekan o'zi ham. Surxondaryo mol bozori aka. Tomonlar akamiz ko'rinmayapti. Aka savdosi necha bo'lyapti? 22 gacha? 20-22 gacha savdosi bo'layotgan ekan. Aka qisirmi, bo'g'ozmi? Bo'g'oz deb turibmiz, noaniq deyapti akam. Nechinchi qorin? 3-qorin. Aka barakasini bersin. Bo'lyapti. Mana akamiz ona bolani 45 deyotgan ekan mana. Hozir bozorga kirib ketdi mana. Barakasini bersin. Mana aka yana. Sizga so'rayman. Nech pul bo'lyapti ekan, aka? Aka 13,5 bo'lsa. 13,5 million savdosi. Bahosichi? Bahasi 16 million. 16 million degan ekan, 13,5 million. Bir oydan keyin tug'adi. Bir oydan keyin tug'ar ekan mana aka. Shu boqish kerak ekan, ozgincha. Barakasini bersin. Yo'q, savdo qilishyapti. Nech pul bo'lyapti aka? Nech pul bo'lyapti aka? 14 million savdo. 14 million savdo. Qana halolini bersin, men berganim yo'q. 100 ming qo'shib so'mala. Aka qisirmi, bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Necha oylik? 5 oylik bo'g'oz deyapti mana akamiz. Nechinchi qorin aka? 4-chi qorin. 4-chi qoringa 5. 3 tuqqan mol. 4-chi mana 5 oylik bo'g'oz ekan. Aka barakasini bersin. Akalar Qiziriq jahon mol bozorida mollar qandaydir salkam kirgan. Sizlar uchun sigir tana narxlari bo'ldi. Yoqqan bo'lsa bitta like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Barakasini bersin.